Hozir haftada bir marta qiladigan protseduram, prям bir haftaga yetadigan protseduramni qilib ko'rsataman. Nimaga meni yuzim har doim tortilib, yaltirab, cho'tki bo'lib turadi. Birinchi ikki etapli очищение qilib olish shart. Hozir yuvib kelaman, keyin sizlarga ko'rsataman. Дальше. Домашний уход важный, 70% deb lekin gapirib charchamayman. 70% ko'rinishinglarni rezultatini beradi. Bo'yin, dekolte обязательно qilish kerak. Men qayergadir borsam, мероприятияларым bo'lsa, обязательно shu protsedurani qilaman. Haftada bir marta мероприятиям bo'lmasa ham qilaman. Ko'pchilik ayollarni vaqtim yetmaydi deydi. Bilasizlarmi, 5 minutdan vaqtida ketmaydi. Mana ham 4 ta bolam bor. Mana ham qaynona bilan yashagan kelinman. Mana ham erim bor. Xohlasanglar hamma narsaga ulgurasizlar. Qanday rezultat? Zo'rmi? Mana sizlarga natija. Mana botoks yo'q. Ko'zimda hamma ajinlarim bor. Men kulib yurishni yaxshi ko'raman, xursand bo'lib. Ухоженная кожа men uchun вот важный. Juda ham важный. Ухоженная кожа для меня очень важна. Qizlar yuzingizga mos уход tanlab har doim ishlatinglar. Uxodda gap katta. Uxod bilan uxodda farqi bor. 70% rezultat zo'r ko'rinishinglarni ухоженный bo'lib yurish это дорого. Смотрится, это роскошь. O'shaning uchun ухаживайте. Har kuni 5 minut vaqtingiz ketadi. Ertalab 5 minut kechqurun.